Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun inson va kompyuterning o'zaro ta'siri fanimizning 8-mavzusi bilan tanishib chiqamiz. 8-mavzu axborot modellariga umumiy talablar, axborot modelini yaratishdagi belgilar va alifboga qo'yiladigan talablar. Axborotni namoyish qilish uchun zarur bo'lgan ergonomik funksiyalardan iborat bo'ladi. Ushbu mavzuyimizni annotatsiyasi bilan tanishadigan bo'lsak, mazkur ma'ruza matnida axborot modellariga umumiy talablar, axborot modelini yaratishdagi belgilar va alifboga qo'yiladigan talablar hamda axborot namoyish qilish uchun zarur bo'lgan ergonomik funksiyalar mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda axborot modellarining mohiyati, ularni yaratish jarayoniga qo'yiladigan umumiy talablar, belgilar tizimi, alifbo tanlash prinsiplarini batafsil yoritilgan. Shuningdek, foydalanuvchi tomonidan axborotni to'g'ri va samarali qabul qilishni ta'minlovchi ergonomik talablarga e'tibor qaratiladi. Ma'ruzada axborot modelining tuzilishi, uni qurish bosqichlari, belgilarning mantiqiy izchilligi va vizual ifodalanish qoidalari tahlil qilinadi. Ergonomik funksiyalar bo'yicha esa axborotni namoyish etishning qulayligi, ko'rish, eshitish va idrok etish imkoniyatlariga moslashtirish, dizayn va interfeys elementlarining uyg'unligi kabi jihatlar ko'rib chiqiladi. Mazkur mavzu talabalarga axborot tizimlari va modellashtirish jarayonida inson omilini hisobga olish, modelning texnik va vizual jihatdan to'g'ri tashkil etishini ta'minlash, ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Vizual tizim modeli, ya'ni axborotga umumiy talablar, optometriya va vizual tizim modellashtirishga kirishlar iborat bo'ladi. Ushbu ma'ruzamizning rejasi, ya'ni taqdimot rejamiz 4 qismdan iborat bo'lib, bular axborot modellariga umumiy talablar, ya'ni model samaradorligini ta'minlovchi asosiy mezonlar. Ikkinchisi belgilar va alifboga qo'yiladigan talablar, ya'ni vizual tizimga mos keladigan optimal kodlash usuli. Ergonomik funksiyalar, inson, mashina o'zaro aloqasini yaxshilashdagi asosiy omillar, xulosa va savol-javoblardan iborat bo'ladi. Ikki bobga bo'lib o'rganadigan bo'lsak, birinchi bobimiz axborot modeliga umumiy talablar, ya'ni vizual tizim uchun yaratilgan har qanday axborot modeli aniq, ishonchli va vizual qabul qilish uchun optimallashtirilgan bo'lishi kerak. Bu modelning klinik yoki tadqiqot kontekstida muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun muhim ahamiyatga ega. Ya'ni aniqlik, model real vizual ma'lumotlarni imkon qadar aniq aks ettirishi kerak bo'ladi. Yoki soddalik, model murakkablik va tushunarlik o'rtasidagi muvozanatni saqlashi kerak. Moslashuvchanlik, turli sharoitlarda va turli bemor ma'lumotlarga moslashish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Modelning asosiy sifatlari 4 qismdan iborat bo'lib, bular obyektivlik, relevantlik, izchillik, tezkorlik. Obyektivlik nima degani? Ya'ni model subyektiv talqinlarda holi, tekshiriladigan natijalarni taqdim etishi lozim. Relevantlik, taqdim etilgan ma'lumotlar foydalanuvchining klinik mutaxassis yoki talaba ehtiyojlariga mos kelishi kerak bo'ladi. Izchillik, modelning barcha qismlari mantiqiy bog'liq bo'lishi va bir xil prinsiplarga asoslanishi kerak bo'ladi. Tezkorlik, vizual ma'lumotlarni qayta ishlash va natijalarni taqdim etish tezligi yetarli bo'lishi lozim. Ikkinchi bobimiz belgilar, ya'ni kodlar va alifboga qo'yiladigan talablarni o'rganib chiqamiz. Axborotni vizual tizim orqali samarali uzatish uchun ishlatiladigan belgilar to'plami, alifbo, ya'ni maxsus mezonlarga javob berish kerak bo'ladi. Birinchisi vizual kontrast, ya'ni har bir belgi fon bilan yetarli kontrastga ega bo'lishi kerak. Ayniqsa past yorug'lik sharoitlarida. Simmetriya va oraliq, belgilari o'rtasidagi masofa, ularning bir-biridan ajralib turishi ta'minlanishi kerak. Tanish shakllar, ya'ni mijozning vizual qobiliyatlariga qarab tanish bo'lgan geometrik shakllar va shifrlardan foydalanish lozim bo'ladi. Ranglarni kodlash, rangli axborotni kodlashda rangni ko'rligi kabi vizual nuqsonlar hisobga olinishi kerak bo'ladi. Optimal shrift xususiyatlari. Vizual modellarda ishlatiladigan shriftlarning tanlovi o'qish tezligi va tushunishga bevosita ta'sir qiladi. Serif, sans serif, ya'ni ekran uchun odatda sans serif shriftlarni afzal ko'riladi. X balandligi, kichik harflarning balandligi katta bo'lishi kerak. Bu ajratishni yaxshilaydi. Qalinlik, o'rtacha qalinlikdagi shriftlarni yupqa yoki juda qalin shriftlarga nisbatan yaxshiroq qabul qilinishi lozim bo'ladi. Vizual tizim kodlash prinsiplari 3 bosqichdan iborat bo'lib, bular axborotni namoyish qilishda belgilarning xossalari, vizual kanallarning cheklovlarini hisobga olishi lozim. Birinchi bosqich minimal chegaralash, ya'ni har bir belgi maksimal darajada farqlanadigan bo'lishi kerak. Ya'ni bir-biriga o'xshashligini kamaytirish lozim bo'ladi. Ikkinchi bosqich, ikkinchi prinsiplar shovqinbardoshlik, ya'ni vizual shovqin, masalan, yorug'likning aks etishi sharoitida ham belgilar o'qilishi kerak. Uchinchi prinsip o'lchamning moslashuvchanligi, belgining o'lchami, masofa va ko'rish keskinligini qamrab dinamik ravishda moslashishi yoki kattalashishi kerak bo'ladi.
Uchinchi bob axborotni namoyish qilishda ergonomik funksiyalar. Ya'ni ergonomika o'zi nima? Ergonomika bu tizimni insonning psixofiziologik imkoniyatlariga moslashtirish demakdir. Ya'ni vizual axborotlarni taqdim etishda bu charchoqni kamaytirish va tushunishni oshirish uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ko'zni himoyalash, ekran yorqinligida va ko'k rang emissiyasini avtomatik sozlash mexanizmlari, ya'ni night mode, yangilanish tezligi, ekran miltillashni kamaytirish va ko'z charchog'ini oldini olish uchun yuqori yangilanish tezligi hisoblanadi. Interfaol nazorat bu foydalanuvchiga ma'lumotlarni filtrlash, vizualizatsiyalar, shaxsiylashtirish imkoniyatini berish jarayoni hisoblanadi. Mijoz uchun qo'shimcha ergonomik xususiyatlar. Bu asosan 3 bosqichdan iborat bo'lib, vizual diagnostika vositalarida bu xususiyatlar ma'lumotlarning klinik samaradorligini oshirib beradi. Birinchi bosqich dinamik masshtablash, ya'ni vizual keskinlikka qarab avtomatik ravishda optimal kattalashtirishni ta'minlab beradi. Ikkinchi xususiyat akkomodatsiyani qo'llab-quvvatlash, ya'ni uzoqlik va yaqinlik rejimlarini kontentni moslashtirib, ko'z akkomodatsiyasini yengillashtirish. Vizual iyerarxiya eng muhim ma'lumotlarni yirik shriftlar va ajratib turuvchi ranglar bilan ta'kidlash lozim bo'ladi. Ya'ni pauza strategiyasini qo'llab-quvvatlash lozim bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, vizual model dizaynining kelajagi, ya'ni axborot modellarini yaratishda ergonomik va vizual talablarga rioya qilish, vizual tizimni tushunish va klinik amaliyotda yuqori natijalarga erishish uchun kalit hisoblanib keladi. Inson markazida model har doim insonning vizual qabul qilish qobiliyati va cheklovlariga asoslanishi kerak bo'ladi. Standartlash, vizual alifbo, kodlash usullarini standartlashtirish orqali o'qish va tushunishni osonlashtiradi. Dinamik vizualizatsiya ko'zning charchoq holatiga qarab dinamik ravishda o'zgaradigan interfeyslarni yaratishdan iborat bo'ladi. Asosiy adabiyotlarimiz quyidagi adabiyotlardan iborat. Mavzuni mustaqil o'rganish uchun ushbu adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.